Assalomu alaykum hammaga. Demak, marafonga tayyorlanayotgan inson nima bilan oziqlanayotgani bilan sizlarga bo'lishib o'tmoqchiman. Demak, ertalab choy ichmadim, obedga faqat qaynatilgan guruch bilan makaron yedim. Kechqurun lekin baquvvatgina ovqatlandim yugurishdan kelib va bo'ldi. Shu qandaydir osmondan tushgan ovqatni yeyish shart emas. Bu o'zimga tegishli, sizlarni bilmayman. Har bir inson o'ziga xos tarzda tayyorgarlik ko'rishi kerak. Agar siz buni ko'rib marafonga tayyorgarlik ko'rmoqchi bo'lsangiz, hammasi o'zingizni qo'lingizda. Опять забыл слова. Mayli, shuda bo'ldi. Tushundingiz. Eng muhimi o'zingni qo'lingda, o'zing qilasan, qila olsang. Qila olmasang, demak yana bir marta urinib ko'rasan.